Yolg'izlikdan nihoyatda aziyat chekib, yolg'iz o'zim yashar edim. Yolg'izlik qiyin ekan. Bir xursandchilik paytimda, bir xafagarchilik paytimda, bir dardimni aytadigan odamim yo'q, bir sherigim yo'q yonimda, ya farzand, ya bir oila. Alloh menga shuni sinovda berdimi bilmayman. Nimagadir yuragim nima bo'lib qoldi, bir pasda mazam qochib qoldi. Shunaqa paytda ham nihoyatda yomon ahvolga, o'zimni yomon yolg'iz hayotdan umidimni uzib ham bo'lgandim. Shunda og'ir ahvolda qolganimda stent qo'ydirib kelganimdan keyin boshimni ko'tarolmay, dastyorim yo'q, bir qarovchim yo'q, yotgandim. Mahallamizning ijtimoiy xodimi Shahnozaxon kelib xabar olishdi holimdan. Meni dardimga quloq solishdi. Shunaqa deyishdi, opa, men sizga yordam beraman. Gruppaga chiqarishingizga yordam beraman. Dori-darmonlaringizga yordam pullarini yozib beraman deyishdi. Hayotimda nihoyatda meni holimdan xabar olgan odam bor ekan-u deb o'zimga o'zim sal nima berdim, taskin berdim. Men hayotimda ancha narsalar o'zgardi. Men o'zimda kasal emasda yengil his qildim. Hayolimda men o'zimda yaqin odamim bor ekan, mana menga ham xabar olganlar bor ekan. Opa, siqilmang, mana nima suv ko'tara olmayman, og'ir qila olmayman. Assistent biriktirildi menga. Opa, siqilmang, xafa bo'lmang, mana dori-darmonlaringizga pensiyangiz chiqquncha biz sizni dori-darmonlaringizga yordam puli ajratib beramiz. Dorilaringizni olib ichib turing, pensiyaga chiqarib qo'yaman opa deyishdi, yordam berishdi. Prezidentimizga rahmat, mana shunchalik gaz svetlarimizga pullar, yordam pullari o'tkazishib ekan, ularni to'lab ko'mir oldim, o'tin oldim. Shunaqa qilib gaz o'chib qolgan paytlarda qiynalmadim, sog'omon qishdan chiqdim. Hozir men yolg'izligimni his qilmay qoldim. Mahallamiz ijtimoiy xodimlari kelishsa, ancha o'zimni yengil his qilaman, yolg'izligimni unutaman. O'zimni singlimdek, ukamdek bo'lib qolishgan bular. Ikkita voyaga yetmagan farzandim bor. Ikkinchi farzandim bolalikdan, o'sha tug'ilgandan beri nogiron. O'tgan 5 yil davomida shu farzandimni shu tug'ilganidan boshlab neyropatolog dorilari bilan har xil doktorlarga olib borib yurdik. Bolamda o'zgarish bo'lsin deb har xil dorilar yozib berishardi. Farzandim juda ham nozikligi uchun bo'ynalarini tutmagan, mustaqil o'tirmagan, o'zimdan boshqaga hech kimga ko'nmasdi, juda ham injiq, tunlari uxlamasdi farzandim. Yo'q, mana bir mo'jiza sodir bo'lgandek uyimizga ijtimoiy xodimimizdan kelishdi. Bir shu farzandingizni shu kunduzgi parvarishga bering deysa, men to'g'risi ishonmadim. Chunki o'zimdan boshqaga u bolam ko'nmaydi, mustaqil ovqat yeyolmaydi deb o'ylaganman. Mendek boshqalar qaralanmagan. Yo'q, Allohga shukr. Mana farzandim 7 oy, 8 oydan beri bog'chaga bordi. Mustaqil o'zgarishlar bo'ldi. Bolamda bo'ynalarini tutdi, o'tirdi. Bog'chalarga ertamatdan borib, kechga qaytyapti. Obedlarda bir chiroyli uxlayapti. Bolalar bilan o'ynaydigan bo'lib, o'yinchoq aqalli qo'liga o'yinchoq o'xshamas, o'yinchoqlar ushlab qoldi. Allohga shukr. Mana doktorlarimizga ham kattaga rahmat. O'zgarishlar bo'ldi. Shu kunduzgi parvarishga berganimizdan keyin davlat tomonidan kredit ajratib berishdi. O'sha kreditni olib o'zimiz uyda qo'limizdan kelgancha shu novvoychiligimiz bor ekan, shuni davom ettirdik. Mana Allohga shukr, boshlab oldik. Farzandim bir chiroyli mana kunduzgi parvarishga borib kelyapti.
Furqat tumani Chirki mahallasi ijtimoiy xodim lavozimida faoliyat olib boraman. Mahallamizda 1019 ta oilalar mavjud bo'lib, ularda 3354 ta fuqarolar istiqomat qiladi. Faoliyatim davomida 5 nafar fuqaroga o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'izlar reyestriga qabul qilindi va ularga ijtimoiy yordamlar ko'rsatilmoqda. 98 nafar fuqarolar nogironligi bor fuqarolar mavjud bo'lib, ulardan 30 nafarini ijtimoiylashuviga erishildi. 35 nafar fuqaroga reabilitatsiya texnik vositalari yetkazib berildi. 72 nafar kambag'allik reyestriga kiritilgan oilalardan 20 nafari tadbirkorlikka yo'naltirildi. Ularni daromadini oshirish maqsadida imtiyozli kreditlar olib berildi. 8 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarni ishlashga bo'lgan salohiyatidan kelib chiqib ishlarga joylashtirildi. Hozirda ular o'sha ishlab oilalariga daromad kiritilyapti hamda o'zlarining vaqtlari samarali tashkil etilyapti. Mart mahalla kuni munosabati bilan mahalla iftixori ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu meni mehnatimga berilgan yuksak baho deb bilaman. Bu rag'bat kelgusi faoliyatimda yanada ko'proq insonlarga yordam qilishga, har bir oilada mehr-oqibat, insonparvarlik tuyg'ularini yanada ko'proq targ'ib etishga, ularga ko'proq yordamim tegishiga undayapti.